qolinglar. Buxgalteriyada ko'p sportniy vaziyatlar bo'ladi. Hamma auditor ham provodkani zo'r biladi degani emas. Hamma auditor ham buxgalteriyani cho'tki biladi degani emas. Men xohlagan auditor bilan xohlagan buxgalter bilan shu joyda sporlashaman. Endi bizda passiv shotda 68-shot bor. Buni 20si bor. 68 onni o'tkazib tushuntirdim bank kreditlari, to'g'rimi? 68-20 bor. Boshqa tashkilotlardan yoki boshqalardan qarzdorlik olinadi-yu. Qarz olinadi, moliyaviy yordam olinadi, korxona tashlab berganda. Bizda 66-shot bor. Ta'sischilar oldidagi qarzdorlik. Agar ta'sischidan qarz olinayotgan bo'lsa 68 ga yozilmaydi. 68 ga kim yoziladi? 68 ga korxonaning qaysi xodimidan qarz olsa, direktordan qarz olsa, boshqa tashkilotlardan umuman olganda korxonaga daxli yo'q, ya'ni korxonaning egalik daxli yo'q bo'lgan shaxslardan olinganlari hammasi 68-20 da keltiriladi. Bank kreditlaridan tashqari. 68 ta'sischidan biror narsa qarzga olinayotgan bo'lsa, biror narsa olinayotgan bo'lsa, umuman pul, narsa, predmet bo'ladigan tovar, xom ashyo bo'lsa 66 da ifodalaylar. Endi savol, nimaga? Unda 68 ga ifodalasak nima bo'ladi? Nima bo'lishi? Ta'sischi ertaga bu narsani ustav deb kiritib qolishi mumkin. Men kapitalga hissam bo'ldi. Bo'ldimi? Korxona men oldimda qarz emas desa, 68 dan 66 ga olishga to'g'ri kelib qoladi-da. Ana undan keyin foiz chiqib keladi uni natijasida. Qarzga bo'lgan-ku. Begona shaxsga qarz beryapti. 66 da tursa ta'sischiga qarzdorlik bo'lish masalasi va buni ustav kapitaliga o'tkazish masalasi osonroq kechadi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun mana shu shotda ikkitasida balansga yozayotgan paytinglarda adashib qolmanglar. Tushuntira oldimmi?